Bu sura shom namozidan keyin o'qiladimi yoki xufton namozidan keyin o'qisa ham bo'ladimi deb so'rashdi. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Thumma amma ba'du. Bu savol sohibi yoki bu savol sohibasidan Alloh rozi bo'lib, Allohim bütün qilayotgan jamiki solih amallarni o'zini dargohida husni qabul eylesin. Hazreti Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam al-waqi'atu suratul ghina dedilar. Suratul waqi'atu suratul ghina faqra'uha va wa'allimuha awladakum. Wa'allimuha awladakum. Voqea surasi bu boylik surasidir dedilar. Voqea surasi boylik surasi. Ya'ni buni o'qigan insonga boylik berilishligini payg'ambar alayhissalatu vassalam Anas ibn Malik rivoyat qilingan bu hadisda aytayaptilar. Balkim o'sha boylik surasi bo'lganligi uchun ham uni ko'p o'qingiz va uni hattoki bolalaringizga o'rgatingiz deganlar. Va hadisni yana boshqa bir turida, boshqa bir hadisda undada Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam allimuha nisaakum debdilar. Allimu nisaakum suratal waqi'a deganlar. Allimu nisaakum suratal waqi'a. Voqea surasini hatto ayollaringizga ham o'rgating. Fa innaha suratul ghina debdilar. Chunki u boylik surasi. Bu hadis shariflar va bu borada yana boshqa hadis shariflarda payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'zining muborak so'zlarida bizni mu'minlarni Voqea surasini o'qishlikka Rasululloh alayhissalatu vassalam targ'ib qilganlar. Endi Hazrati Abdulloh ibn Mas'udning rivoyatlari. Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud o'lim to'shaklarida yotar ekanlar. Ya'ni o'limlardan avvalgi o'sha yotoqlarda yotiblarda Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu ta'ala anhu ziyoratlarga keldilar. Kasalni ko'rgani keldilar. Va o'sha joyda u zotdan hol ahvol so'rab, nimadir shikoyatingiz bormi deganlarida, yo'q, men faqat gunohimdan shikoyat qilaman. Nimadir bir ishtiho qilgan, nimadir ko'nglingiz tusagan narsa bormi deganlarida, Robbimning rahmatini tusayman. Sizga nimadir bir narsa mol dunyo qildirib qo'yaymi, bir narsa baytul moldan ataymi deganlarda yo'q, meni unga hojatim yo'q dedilar. Qarang, uni ham qabul qilmadilar. Birinchidan nimani umid qilasiz degan paytlarda Allohning rahmatini. Nimadir shikoyat qilasizmi? Nimadan shikoyatingiz bor deganlarda qarang, gunohim dedilar. Va baytul moldan siz uchun bir mol atab pul ataymi degan paytlarda yo'q, meni unga hojatim yo'q. Eng ozida sizdan keyin bolalaringizga Hazrati Abdulloh ibn Mas'udning demak qizlari ko'p edi. Qizlaringizga bir sarmoya bo'lardi-da deganlarida shu joyda aytdilar. Ataxsha ala banati dedilar. Meni bolalarimning holiga achinib qo'rqyapsizmi? Yo'q dedilar. Men payg'ambar alayhissalatu vassalamdan eshitdimki, payg'ambar alayhissalatu vassalam aynan o'sha Voqea surasini o'rgatganliklarini aytib, Hazrati Anas ibn Malikning hadis kabi kimda kim o'sha voqeani o'qisa, u faqirlik ko'rmaydi. Men bolalarimga, qara, qizlarimga deydilar. Men qizlarimga Voqea surasini o'rgatib qo'ydim, ular hech kambag'al bo'lmaydi dedilar. Endi voqeani aynan shom namozidan keyinmi, xufton namozidan keyinmi degan so'zlarga javob qiladigan bo'lsak, bunga aynan hadisda ochiq bir o'sha kech vaqtida deya o'qing degan dalillar kelmagan. Lekin rivoyatlarda borki, payg'ambar alayhissalatu vasallam buni bomdoddan keyin ham, mag'rib, shomdan keyin ham o'qidi degan so'zlari bor. Ya'ni payg'ambar alayhissalatu vasallamni namozda o'qiganlik hollari. Namozda. Mana shu dalillardan kelib chiqib aytamizki, biri bomdoddan keyin o'qsa ham bo'laverar ekan. Bir kunlik o'sha virt o'rinda voqeani o'qiyman, o'sha boy bo'lay, men o'sha dunyo izzat sharafida bo'lay, faqirlik ko'rmay degan niyatda bomdoddan keyin o'qsa ham bo'laverar ekan. Va ulamolar o'sha layl degan rivoyatga ko'ra, ya'ni kimda kim kechasi o'qisa degan rivoyatlar ham bor dedik. U rivoyatlarga ko'ra kimda kim agarda kechasi o'qing degan dalilni olib o'qiydigan bo'lsa, ulamolar aytganlarki, kecha odatda asr namozidan keyin boshlanadi.
asr namozidan keyin o'qisa ham bo'lar ekan. Shom namozidan keyin o'qisa ham bo'lar ekan va xufton namozidan keyin ham o'qisa bo'lar ekan. Muhimi niyatda o'sha Voqea surasini aslida Allohning kalomi deb, undan savob ajr umidvor bo'lib, Allohning rizosi uchun, Allohga qurbat deya o'qisinlar, uni ichidagi dunyo oxirat boyligi albatta muhaqqaq bo'ladi. Vallohu taala a'la va a'lam.